Assalomu alaykum. Bugungi videomizda qanday qilib video yozib olish, qanday qilib jonli efir qilish, YouTube'ga masalan o'yinlar har xil videolarni qanday qilib jonli efir qilish yoki oddiy videolar olib uni YouTube'ga joylash, shular haqida ko'rib chiqamiz. Buni qaysi dasturda qanday qilamiz, o'shani ko'rib o'rganamiz. Google'ga kirib OBS Studio Download deb yozib downloadni bosamiz. obsproject.com download bosdik. Burada yana download bosdik. Keyin bu yerdan Windows, Apple, Linux uchun versiyalar bor. O'shandan mosini tanlaymiz. Masalan, meniki Windows. Mana Windows download installer bosiladi. Endi hozir yuklangan. Shuni bosgandan keyin, yuklanib qo'ygandan keyin mana bu yerda загрузка bo'limiga tushadi. Shu yerdan bossa menyu qilib o'tkazib yuklagandan keyin OBS'ni ichiga kiramiz. Qanday endi ekran boshqalarni qanday qilib chiqaramiz? Mana bu yerda sense onalar bo'limi, mana bu yerda source manbalar bo'limi, mana bu controls shu videoni kontrol qilib turish, videoni boshlash, o'chirish, streamni boshlash, settings bo'limi, shu bo'limlar bu yerda joylashgan. Hop. Mana bu yerda 3-4 xohlagancha oyna ochish mumkin. Masalan, YouTube uchun, masalan, Telegram uchun jonli efir qilish mumkin, YouTube uchun, o'yin uchun deb har xil qilib ochib qo'yish mumkin. Keyin har bir oyna uchun masalan kamera bo'lishi mumkin, ekran bo'lishi mumkin, mikrofon, ovoz qo'yish mumkin. Masalan, hozir men ekranni o'chiradigan bo'lsam, mana ekran ko'rinmay qoladi. Buni yoqadigan bo'lsam, mana ekran yonadi. Agar kamerani o'chiradigan bo'lsam, men o'zim ko'rinmayman, kamera o'chib qoladi. Buni yoqaman. Agar mikrofon ovozini o'chirib qo'yadigan bo'lsam, bular ishlamay qoladi. Bularni endi qanday qo'shamiz? Bu yerda mana please enter the name of the scan deb qo'yibdi. Bunga masalan nom beradi. Masalan, Telegram efir deb nom beramiz. Hop, mana yangi oynamiz ochildi. Endi nima qilamiz? Xo'sh, bizga yangi oyna ochildi. Bu Telegram uchun alohida tuziladi. Hop, endi source bo'limidan kiramizda bizga hozir ekran kerak. Ekranni Windows Capture'dan tanlaymiz. Okey, mana. Yo'q, bundan emas ekan. Buni o'chiramiz. Display Capture ekan. Display Capture'dan kiramizda Windows on qilamiz. Bunga tanlaymiz. Mana ekranimiz qo'shildi. Okeyni bosamiz. Mana ekran chiqdi. Endi bizga kamera kerak. kamerani
video capture device dan tanlaymiz. OK qilamiz. Mana ekranimiz ham qo'shildi. Xo'sh. Ekranimiz qo'shildi. Endi bizga ovoz kerak. Ovoz uchun audio output capture'ni tanladik. Bu ham qo'shildi. Endi bizga mikrofon kerak. Audio input capture qo'shamiz. Buni ham qo'shdik. Xo'sh. Endi kameramizni o'zimizga qulay qilib to'g'rilash uchun mana ustiga bossak, qizil chegara bilan ajratib beradi. Buni o'zini mana shu joydan turib tortadigan bo'lsak, o'zimizga qulay qilib kichraytirib, boshqa kerakli joylari ko'rinadigan qilib joylashimiz mumkin. Uni xohlagan joyga qo'yishimiz mumkin. Masalan, bu yoqqa, tepaga, bu yoq tepaga, o'rtaga, xohlagan joyga qo'yish mumkin. Endi mana audio mixer bölümü var. Bu yerda mana bu mikrofon, mana bu ovozlar ishlayaptimi yo'qmi, shuni mana shu tovush to'lqinlarini o'lchaydigandan bilish mumkin. Agar Windowsda yangilanish bo'lib, yangilanish kelib kompyuterga yangilanish bersangiz, ba'zida mana ovoz bo'limi ba'zida ruxsat bermay qoladi. Uni kirib to'g'rilashga kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun ba'zida mana shu joydan tekshirish mumkin. Ovoz, mikrofon ishlayaptimi yo'qmi, mana shu joydan bilinadi. Agar ishlaydigan bo'lsa, mana shunday tovush to'lqini ko'tarilib tushib turadi. Agar ishlamaydigan bo'lsa, xuddi mana shunday quloqchindagiday hech nima o'zgarmaydi. Mana shunday holatda turadi. Xo'p, endi ekranimizni ham o'zimizga moslab to'g'rilashimiz mumkin. Qanday? Masalan, mana bu pastki qismi bizga kerak emas. Mana shu pastki qismini olib tashlamoqchimiz. Buning uchun tanlamaymiz. Mana qizil chegara bilan ajratib berdi. Bunda alt tugmasini bosgan holatda, alt tugmasi bilan birgalikda bosib turgan holda ko'taramiz. Mana yashil chiziq bilan o'zi ko'rsatib beradi. Mana bu yog'ini qo'ydik. Endi masalan bu yog'iga ham kerak emas bizga. Yana bitta narsa aytib keldik. Agar alt tugmasini bosmasdan suradigan bo'lsak, mana shunday holat bo'lib qoladi. Ya'ni ekranni kichaytirib yuboradi. U ekranni kesib bermaydi. O'shaning uchun alt tugmasi bilan birgalikda bosadigan bo'lsak, ekranimizni kesib beradi mana. Ekranni shundagina kesib beradi. Mana kerak joyni kesib o'zimizga moslab oldik. Endi nima qilishimiz mumkin? Bu ekranni hozir kerak joyini kesib oldik. Endi to'liq holatda ko'rinadigan qilish uchun Ctrl F bossak, mana ekran yana oldingidek o'z razmer holatigacha kesgan joyimizni o'zida saqlagan holda oldingi o'zini normal holatidagidek kattalashtirib beradi. Endi yozganda mana bu pastki qismlari ko'rinmaydi. Mana sichqoncha ko'rinmayapti. Men pastdagi ko'rsatganimni. U ya'ni o'sha biz ko'rsatgan joygacha ko'rsatadi. Masalan, bu yoqdagi menyuni mana men ko'rsatyapman, lekin videoda ko'rinmayapti. Ya'ni endi bu kesib olgan joyimiz
Faqat shu bizga kerakli joyinigina yozib oladi. Undan u yog'ini yozib olmaydi. Shu tariqa video oddiy video yozib, uni keyin YouTube'ga joylashimiz mumkin. Endi efir qilmoqchi bo'lsak qanday bo'ladi? Efir qilmoqchi bo'lsak, settings bo'limiga kiramiz. Bu yoqda stream bo'limidan mana bu yerda tanlanadi, masalan Facebook'ga, Twitter'ga, mana YouTube, Twitch, Restream'ga, masalan Snapchat, ular shunga o'xshagan dasturlarga jonli efir qilish mumkin. Shularga ulab jonli efir qilish mumkin. Bizga esa shu YouTube kerak. Masalan YouTube kerak bo'lsa YouTube tanlanadi. Keyin bu yerda mana shu tanlanadi. Keyin bu yoqga nima YouTube'ni o'zi kanalni IPK bo'ladi, ya'ni kalit, shaxsiy kaliti bo'ladi. O'shani ulagandan keyin kanal ulashga ruxsat so'raydi. Hozir buni o'chiramiz mana. Hozir bu o'chdi. Mana streamning kalitini foydalanmoqchiman degani bor. Bu hozir kanalga o'tadi. Kanaldan ruxsat olish kerak. Mana stream key'ni bosadigan bo'lsak, shu yerga bizni key'imizni so'raydi. Men uni Telegramga olib qo'yganman, chunki uni har doim ham topib bo'lmaydi. Bir martalik hisobida beriladi. Olsa bo'ladi, lekin har doim qidirib o'tirmaslik uchun olib qo'ygan yaxshi. Mana YouTube YouTube oqim kaliti. Menda masalan shu yozilgan. Shuni olamanda mana shu yerga qo'yaman. Connect account qilaman. Continue. Mana ulandi. Meni YouTube mana kanalim ulandi. Endi stream qilishga tayyor. Endi bu yerda masalan recording files, ya'ni biz yozib olgan videolar yoki olgan rasmlarimiz qayerga saqlanadi. Ular masalan qaysi bir papkaga saqlanib turadi. Ularni mana shu output qismidan, recording bo'limidan recording files bo'limiga mana shu papkaga saqlanib turadi. Bu hozir video yonib turgani uchun mencha ko'rsatmayapti. Bu asosan disk ichida, userning ichida, userga kirib Abuse Studio papkasining ichida, videolar bo'limining ichida, yana qandaydir papka ichida saqlanadi videolar. Kichkinaroq joydan topib olish uchun, masalan, disk loyihalar ichida, mana shu papkaning ichida turibdi menda hozir. 3 ta joyga kirishim kerak. Diskda bo'lsa bir 5 ta, 6 ta papka ichiga kirib keyin topaman. Shuning uchun buni oldin bir papka yaratib olib, browse mana shuni bosib, browse-ni bosib, o'zimizga kerak bo'lgan papkani tanlab qo'ysak, aynan o'sha yerga saqlanib turadi. Keyin hotkeys qismi bu yozib olish, boshqa jonli efir qilishlarda, boshqalarda ishni osonlashtirish uchun
muhim qismi hisoblanadi. Menda hozir oddiy holatdagi video yozib olish tugmasiga mana shu belgi qo'yilgan. Oddiy yozib olinadigan videoni to'xtatishga S qo'yilgan. Agar men stream qilmoqchi bo'lsam, YouTube'ga, Telegramga, boshqaga stream qilayotgan payti o'shani streamni boshlab yuborish uchun qandaydir bir tugma qo'yadigan bo'lsam, o'sha tugmani bosaman, o'sha saqlanib qoladi. To'xtatadiga esa yana qaysidir boshqa tugma qo'yadigan bo'lsam, o'sha saqlanib qoladi. Va keyin o'shani bosib chiqib ketadigan bo'lsam, u saqlanib qoladi. Endi uni bu yerdan ham boshqarish mumkin. Shu OBS Studio'ning o'zida bu hozir stop turibdi. Bundan oldin start recording turgandi, hozir stop recording turibdi. Men buni bosadigan bo'lsam, hozir to'xtab qoladi. Mana bu yerda start streaming turibdi. Bu yongandan keyin stop streaming turadi. Ya'ni streamni to'xtatish. Bu yerdan boshqarish mumkin. Bu yerdan yoqadigan bo'lsa, bitta tarafi bor. Buni bosgan zahoti video boshlanib ketadi. Bu yerdan chiqquncha bu ekran ko'rinib qolishi mumkin. Bu yerdan streamni yoqishni tarafi mana shu menu ko'rinib qolishadi. Agar mana bu settings bo'limidan podcast bo'limiga kirib bu yerga tugma tanlab qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan chiqib ketgan holatda, mana shu Telegramda turgan holatda o'sha biz tanlagan tugmani bosadigan bo'lsak, shu joyning o'zida stream boshlanadi yoki video yozib olish boshlanib ketadi. U OBS Studio ichiga kirib boshqa qilish shart emas. Lekin oldin u tugma ishlashi uchun ham OBS Studioga kirgan holda mana bu vaqtinchalik chiqib ketishni bosgan holda mana bu pastda ko'rinib turishi kerak. Pastdagi menyuda ko'rinib turishi kerak. O'shandagina bu tugmalar ishlaydi. Bo'lmasa ishlamaydi. O'sha OBS Studio ko'rinib turishi kerak pastki menyuda. Bo'lmasa bu tugmalar ishlamaydi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. O'rgatmoqchi bo'lganlarimiz shular. Agar qanaqadir tushunmovchilik, kamchilik boshqalar bo'ladigan bo'lsa, izohga yozib keting. Men o'zim ko'rib chiqib, qanaqa kamchilik bo'lsa o'zim javob yozib qoldiraman.